Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'z qizini zo'rlagan noqatlik fuqaro 20 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'shda Qozoq laqabi bilan tanilgan uyushgan jinoiy guruhning a'zosi qo'lga olindi. Prezident Ashxobodda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Noqat rayonida o'z qizini zo'rlagan fuqaro 20 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Oliy sudning matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning avgust oyida 49 yoshli kishi ayolini tug'ruqxonaga olib borgandan so'ng uyiga kelib 15 yoshli qizini zo'rlagan. Mazkur ish bo'yicha tergov xodimlari o'z qizini bir necha marta zo'rlagan fuqaroni voyaga yetmaganini zo'rlash moddasining va boshqa yana 5 fakt bilan jinoiy ish qo'zg'adi. Natijada Noqat rayon sudi gumondorni aybdor deb topib 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bishkek-Norin-To'rg'art yo'lining Bo'm-Qapchig'ayda yo'l harakatiga cheklov kiritiladi. Bu haqda Qirg'iz temir yo'li davlat ishxonasidan bildirdi. 14-oktyabrdan boshlab 18-oktyabrgacha yo'lning Bo'm-Qapchig'aydagi 131-chaqirimda toshlarni kuch bilan qulatish ishlari olib boriladi. Bu poyezd va avtomashina qatnovlari xavfsizligi uchun amalga oshiriladi. Shu sababli Ichki ishlar ministrligining yo'l xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi tomonidan soat 9 dan 15 gacha yo'l vaqti bilan yopiladi. Yo'lda 30-40 ta mashina yig'ilsa, qulatish ishlari to'xtatilib, avtomashinalar o'tkaziladi. Eslatib o'tsak, toshlarni qulatish ishlari kunduzi ob-havo ochiq vaqtda amalga oshiriladi. Qirg'iz temir yo'li ishxonasi yuzaga kelgan noqulayliklarni to'g'ri qabul qilishni iltimos qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston bilan savdo hamkorligi rivojlanishini istaydi. Bu haqda AQShning Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu Bishkek investitsiya forumida bildirdi. U o'z so'zida nima sababdan Qirg'izistonda Amerika, Yaponiya va G'arb davlatlaridan savdo-sodiq ozligiga to'xtaldi. Buning barchasiga Qirg'izistondagi korrupsiya sabab deydi. Prezident So'rinbay Jeenbekov tashabbusi bilan ko'tarilgan korrupsiyaga qarshi kurash bu muammoni bartaraf qilishga ishonaman. Yirik investorlar barqarorlikni, sudlarning adolatli bo'lishini istaydi. Eslatib o'tsak, bugun Bishkek Investment Forum uchrashuvi o'tmoqda. Bu yil 4-marta o'tkazilayotgan forum tashkilotchisi Jia Biznes assotsiatsiyasi. U tadbirkorlarga biznes uchun moddiy qo'llov ko'rsata olgan biznes texnologiyalari haqida so'z bo'ladigan bilim beruvchi Qirg'izistondagi eng katta forum bo'lib sanaladi. Forum kelajak bugun shiori bilan o'tib, unda o'z tarmog'ida muvaffaqiyatga erishgan, jahon miqyosiga chiqa olgan eng taniqli qirg'izistonlik tadbirkorlar trendlar va texnologiyalar haqida aytib berishdi. Markaziy Osiyo miqyosida ishlagan tadbirkorlar hududiy hamkorlik imkoniyatini muhokama qilishdi. Tadbirga Qozog'iston, O'zbekiston va Chexiyadan Qirg'izistonning barcha hududlaridan tadbirkorlar kelishgan. Shuningdek, elchiliklar, xalqaro tashkilotlar, davlat organlari, ittifoqlar qatnashdi. Yaqinda qirg'izistonliklardan kechirim so'ragan rossiyalik jurnalist Andrey Malaxov Qirg'izistonning Rossiyadagi elchiligiga bordi. Bu haqda Timur Saralayev bildirdi. Kelibdi elchilikka, sekin so'zlar ekan. Katta saboq bo'ldi menga deydi. Hamkorlik qilaylik Qirg'iziston bilan deb iltimos qildi elchiga. Malaxov o'tgandagi voqea saboq bo'lganini tan oldi. Men unga javob qatori qirg'iz xalqi keng fe'l bo'ladi deb qo'lini qattiq siqdim deb yozdi Timur Saralayev. Malaxov elchi Alikbek Jekshonqulovga butun Rossiya davlat tele va radio kompaniyasining xalqaro munosabatlar direksiyasining rahbari Pyotr Fyodorov bilan kelganini bildirishdi. Ular hamkorlik bo'yicha suhbatlashishgan. Bugun 11-oktyabrda Bishkekning 1-may rayon sudida Aziz Batuqayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga bog'liq jinoiy ish bo'yicha birinchi sud majlisi bo'ldi. Biroq sobiq prezident Almazbek Atambayev sud majlisiga kelishdan bosh tortgani sababli majlis 14-oktyabrga jildirildi. Atambayevning oqlovchisining so'zlariga ko'ra, sobiq prezident uning huquqi toptalgani tufayli sud majlisiga kelishdan bosh tortgan. Eslatib o'tsak, Aziz Batuqayev 2013-yili bedavo dardga chalindi degan sabab bilan muddatidan avval turmadan chiqarilib, Rossiyaga uchib ketgan.
Prezident So'ronbay Jeenbekov bugun Ashxobod shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Ular Qirg'iziston bilan Tojikistonning ikki tomonlama hamkorligining hozirgi holati, uning ichida chegara hamkorligi bo'yicha suhbatlashdi. Davlat rahbarlari Qirg'iz-Tojik davlat chegarasini demilitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini tezlatish ahamiyatli ekanini ta'kidladi. Prezident So'ronbay Jeenbekov bugun Ashxobod shahrida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Ular Qirg'iziston va Turkmaniston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning muhim masalalari va afzalliklarini muhokama qilishdi. Shuningdek, davlatlar orasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar munosabatlarni kengaytirishdan manfaatdor ekanini ta'kidlashdi. Bugun Jeenbekov Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining yig'inida ishtirok etdi. Yig'inda Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning strategik iqtisodiy hamkorlik deklaratsiyasining loyihasi muhokama qilinadi. Hozirda sammit boshlandi. Ishtirokchilar tor va keng doirada uchrashuvlarni o'tkazishadi. Yig'in oxirida bir qancha hujjatlar imzolanadi. O'sh shahrida kadr o'zgarishi bo'ldi. Quttibek Abdullayev O'sh shahar mehnat va ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasining yetakchisi bo'lib tayinlandi. Bu haqda O'sh shahar meriyasi bildirdi. Tegishli buyruqqa mehnat va ijtimoiy rivojlantirish ministri Ulug'bek Qo'chqorov qo'l qo'ydi. Abdullayev Quttibek Abdibaqiyevich bu vaqtgacha Qorasuv rayon mehnat va ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasini boshqargan. O'sh shahar mehnat va ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasini bu vaqtgacha boshqargan Dina Narbayeva Bishkek shahar aholini ish bilan ta'minlash ko'maklashish markazi rahbari bo'lib tayinlandi. Jalolobod shahridagi Shumqar maxsus polkida 4 nafar ayol xodima bor. Ularning biri karate-do bo'yicha Osiyo va xalqaro musobaqalar g'olibi, So'zoq rayoni yashovchisi Kumushay O'rozqulova. U 12 yoshidan boshlab sport bilan shug'ullanib, mazkur polkda 2 yildan beri ishlab keladi. General bo'lishni orzu qilgan 23 yoshdagi Kumushay bilan bizning ijodiy guruh suhbatlashib qaytgan. Kumushay har kuni sport kiyimida yelkasiga sumkasini ko'tarib erta tongda ishga jo'naydi. Militsiya formasini kiyib, vatan uchun xizmat qilish har bir ayolning ham qo'lidan kelavermaydi. Biroq mana shu mas'uliyatli ish Kumushoyning hayot mazmuniga aylangan. Негизи кичинекей кезимден баштап эле форма кийем деп көп айтчумун, көп кыялданчумун. Ошол ниетим ишке ашып, жогорку окуу жайын аяктагандан кийин ушул тармакка өзүм кызыгуум болчу. Анан Кожобеков Равшан агайдын сунушу менен ушул жака ишке кирип калдым. 12 yoshidan beri karate bilan shug'ullanib keladi. Maxsus yo'nalishdagi polka faqat sport bilan shug'ullanib, salomatligi mustahkam odamlar olinishini aytgan Ichki ishlar ministrligining Shumkar polkini Jalolobod shahridagi alohida rotasi sardori Ravshanbek Kojabekov bularga to'xtalib o'tdi. Sport tarmog'ida Shumqardын sport тармағын өте көтеріп отады. Шын достижение жетті, медалдарды алып келіп отады. Бишкекке барды, Бишкекке барып Киргизстанда чемпион болды. Қазақстанға барды, Өзбекстанға барып алып келді. Kumushay maxsus yo'nalishdagi Shumkar polkida 2017-yildan beri faoliyat olib borib keladi. U mazkur rotada xizmat qilgan 4 ayollardan biri. Bilagida kuch to'lgan azamatlar bilan bir qatorda turib, harbiy mashg'ulotlarni bajarish ayol kishi uchun murakkab, biroq qahramonimiz barcha qiyinchiliklarga chidab, kelajakda general bo'laman deya orzu qiladi. Буйруса спорт жаатында жакында жана алдыда көптөгөн чемпионаттар бар. Дүйнөлүк деңгээлде, азиялык деңгээлде. Буйруса ошол чемпионаттарга даярданып, ошол чемпионаттарда катышам. Жумуш жаатында болсо, ушул өз кесибимди аркалап, ошол кесибимди артынан буйруса генерал болом. Kumushay O'rozbekova karate bo'yicha qora belbog' sohibi. U Osiyo chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan. Ayni vaqtda Kumushoyda 47 ta medal bo'lsa, uning 22 tasi oltin, 14 tasi kumush. Sport ustasi kelajakda o'lka bayrog'ini yana ham balandlarga olib chiqishni rejalashtirgan. Batken oblastining Qadamjoy rayonida davlat arbobi Abduqadir O'rozbekovning 130 yilligi nishonlanadi. Tadbir munosabati bilan Abduqadir O'rozbekov nomidagi muzey ta'mirlanadi. Unga Madaniyat, axborot va turizm ministrligi tomonidan 150 ming so'm mablag' ajratilgan. Ta'mirlash ishlari joriy yilning 17-oktyabrigacha bitiriladi. Muzey 1989-yilda ochilgan, biroq bu vaqtgacha biror marta ham kapital ta'mirdan o'tmagan. Muzeyda davlat arbobi Abduqadir O'rozbekovning tarjima
jinoiy holi kiygan liboslari va buyumlari. Bundan tashqari 574 ta eksponat saqlanadi. Abduqadir O'rozbekovning 130 yillik yubileyi oktyabr oyining so'nggi 10 kunligida nishonlanadi. 4 xizmatkor ishlaymiz, ilmiy xizmatkor, bu yerda hozir bizning maqsadimiz shu O'rozbekov, Abduqadir O'rozbekovning muzeyini kapремонт жүріп жатады. Көптен бері болған, hozir ham pul ajratishibdir. 2 kundan beri kapремонт жүріп жатыр. Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr, omon bo'ling.